KS komplektatsiya bo'lganligi uchun KS, eshiklarda ham KS, hattoki paroklarda ham KS logotipini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu BMW oilasining eng yengil va eng tezkor avtomobillaridan bittasi M2 KS. Odatdagidan ko'proq bo'lgan karbon qismlar va rulimiz lipistok hamda alkantara bilan jihozlangan bo'ladi. Eksklyuzivniy yuqori sifatli charm va karbon aralashmasida bo'lgan sportivniy o'rindiqlar elektronli boshqaruvi bilan. Oddiy M2 Competition'dan 50 ta ot kuchi ko'p, 45 kilogramm yengilroq bo'ladi. O'rindiq albatta eksklyuzivniy bo'lganligi uchun orqa tarafi ham karbon bo'ladi. Ikki xil hajmdagi gold bronz diskalari, havo aylanadigan tayanch diskasi bilan, tormoz sistema esa har doimgidek M paket bo'ladi. S58 3 litrli turbinli dvigatel 6 ta silindrga 523 ot kuchi 650 Newton metr bo'ladi. 0 dan 100 gacha 308 sekundda qo'zg'alib berishi mumkin 8 pog'onali uzatmalar qutisi bilan. Dilleri taqdim qilayotgan narxi, kurslar, yetkazib berish xizmati yoki umuman holatdan kelib chiqib, bugungi kundagi berilgan narximiz bor yo'g'i 127 ming AQSh dollari yetkazib berish va xizmatimiz ichida bo'ladi. Agar sizga ham o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning e'lonlari, batafsil ma'lumotlari, narxlari bilan qiziq bo'lsa, bizda Telegram kanal bor. SUV, pikaplar va yengil sedanlarning eng zo'rlaridan yoritib boriladi. Havola profilning yuqori qismida.